Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. Va'da qilganimizdek, jigarni tabiiy usullar bilan davolashning 3-kunini hozir chiqaramiz. 32-qism. Butun kun meva yoki sabzavot suvi ichishda davom etiladi. Kechki 17:00 da to'la 1 osh qoshiq magniy sulfat 1 piyola suvda eritib ichiladi. 17:00 dan 19:00 gacha hech narsa ichilmaydi. Soat 19:00 da o'ng tarafga jigar ustiga iliq suv xaltasi qo'yib yotiladi. 50 gram rafinlanmagan zaytun yog'i 50 gram limon suvi bilan aralashtirilib, 15 daqiqalik tanaffuslar bilan ichiladi. Jami 250 gram zaytun yog'i, 250 gram limon suvi ichilishi kerak. Bu miqdor yuqorida aytib o'tganimizdek 50 gramlik aralashmalar holida 15 daqiqalik tanaffuslar bilan ichiladi. Birinchi, o'rta bo'yli va o'rtacha vaznli kishilar uchun umumiy miqdor 250 gram zaytun yog'i va 250 gram limon suvi aralashmasi teng 500 gram bo'lishi kerak. Ikkinchi, uzun bo'yli va vazni og'ir kishilar uchun miqdor 300 gram zaytun yog'i va 300 gram limon suvi teng 600 gram bo'lishi kerak. Uchinchi, past bo'yli, yosh va zaif bo'lganlar 50 gramdan og'ir bo'lmaganlar uchun 200 zaytun yog'i va 200 gram limon suvi aralashmasi teng 400 gram kifoya qiladi. 4. Limon suvi har safar ichilganda yangi siqilishi kerak. Agar yog' ichish davomida oshqozon bulg'ansa, og'izni ochib chuqur nafas olib yutmaslik sharti bilan yoki bex chaynab bulg'anishni to'xtatish mumkin. Yog' ichish oralari uzun yoki qisqa bo'lishi mumkin, faqat uni ichish vaqtlari shunday tanlanishi kerakki, zaytun yog'i va limon suvi aralashmasi soat 21:00 gacha tugatilishi kerak. Soat 19:00 dan 23:00 gacha iliq xalta jigarga bosib yotiladi va katta hojat ehtiyojidan tashqari o'rnidan turmaslik kerak. Turilsa, oshqozon bulg'anishi natijasida qusish mumkin. Qo'ldan kelgancha qusmaslikka harakat qilish kerak, chunki zaytun yog'i bilan limon suvi qusib chiqarilsa, tozalanish jarayoni amalga oshmaydi. Soat 12:00 dan keyin qusish jigar tozalanishiga tayyor emasligining yoki jigar ko'p miqdorda og'ir toksinlarning to'planganini ko'rsatadi. Bu holat quyida tushuntiriladi. Kechki 23:00-2:00 orasida 2-3 marta katta hojatga chiqish kerak. Soat 2:00 gacha katta hojat kelmasa, klizma qilinishi kerak. Ertasi kuni 7:00 da takror klizma qilinadi. Ichaklardan chiqqanlarni yaxshilab ko'rish uchun tuvak ishlatish kerak. Yana ertalab 2-3 qoshiq guruch bo'tqasi yeyiladi. Guruch bo'tqasi jigarning yopilishini ta'minlaydi. Bu tozalanish jarayonidan keyin kelgan katta hojat bilan jigar va ichaklardagi gijja, safro kosasidagi toshlar, ichak cho'ntakchalarida to'plangan axlat toshlar va qora rangli moddalar tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga chiqqan gijjalar jigar va ichaklarda to'plangan zaharlarning ko'pligiga qarab o'lik yoki jonli holda chiqadi. Eng oxirida keladigan katta hojat sariq, yashil yoki yashilga yaqin rangda bo'lishi kerak. Agar hojatning rangi yashil yoki sariq bo'lmasa, tozalanish tamomlanmagan hisoblanadi. Ya'ni ko'p miqdorda to'plangan toksin bir tozalanishda chiqarib yuborila olmagan bo'ladi. Tozalanishdan keyin 1-2 kun davomida chiqqan narsalarning rangi yashil bo'lib bo'lmaganini kuzatish kerak. Agar tozalanish natijasida jigar yoki ichakdan gijjalar chiqib ketgan bo'lsa, 1 hafta davomida gijjalarga qarshi davolanish kerak. Agar safro kosasida tosh bo'lsa va tozalanish natijasida tashqari chiqib ketishi uchun jismoniy yo'l yopilgan yoki toshlar safro kosasining kanaliga sig'maydigan darajada kattalashib ketgan bo'ladi. Bunday holatda davolanish: birinchi, 1 osh qoshiq maydalangan sedana, 1 choy qoshiq maydalangan murri safiy, 100 gram asal yaxshilab aralashtirilib, ertalab va kechqurun choy qoshiqdan to tugaguncha yeyiladi. Bundan so'ng safro kosasi toshlarini eritish uchun ikkinchi, har kuni ertalab qora turib to'g'raladi va 1 osh qoshiq asal bilan aralashtiriladi. 1 soat kutilib, suvi siqilib ichiladi. Siqilmasdan yeyilishi ham mumkin. Bu 1 hafta davom ettiriladi. Qora turp safro kosasi toshlarining erishida yordam beradi. 3.
va 100 gram limon suvi, 100 gram zaytun yog'i, 3 bosh ezilgan sarimsoq, 50 gram yangi siqilgan petrushka suvi aralashtiriladi va har kecha bu aralashmadan 50 gram ichiladi. Yoki har 30 gram sarimsoqli zaytun yog'i, 30 gram limon suvi aralashtiriladi. Har kuni ertalab yoki kechqurun yotishdan avval ichiladi. Lekin zaytun yog'i foydali bo'lgani uchun me'yordan ortiq iste'mol qilinsa, kishini semirtirib yuboradi. Jigar tozalanishining ikkinchi bosqichigacha shu muolaja davom ettiriladi. Bu paytda qichitqi o'ti turli holda foydalaniladi. Undan choy damlanadi, ovqatga to'g'raladi, salat va taomga qo'shiladi. Qichitqi o'ti jigarni toza tutadi, safro kosasidagi toshlarning maydalanib tushishiga yordam beradi. Bu dorilar iste'mol qilinganidan keyin 10 kunlik ochlik qilinadi. Muolajalar va 10 kunlik ochlik natijasida safro kosasidagi yopishiqlar eriydi, torayishlar ochiladi va shakli normal holga keladi. Safro kosasi toshlardan zarar ko'rganlar va umuman surunkali hazmsizlikdan qiynalganlar, asosan ko'p miqdorda kir yuvish kukunini ishlatgan va kimyoviy moddalar, xususan kislota qo'llagan kishilardir. Jigarni tozalashda diqqat qilinishi kerak bo'lgan xususlar. Kechki soat 19:00 da jigar tozalanishi uchun yotayotib, jigar ustiga iliq suv xaltasi qo'yib, o'ng tomonga qarab yotish muhim. Soat 19:00 dan 21:00 gacha zaytun yog'i, limon suvi aralashmasi ichakka tushadi. 21:00 dan 12:00 gacha bo'lgan vaqt biologik ta'sir vaqtidir. Bu vaqtlarda safro kosasi va jigarga ko'p energiya keladi. Faqatgina bu soatlarda tozalanish to'laligicha amalga oshadi. Jigarga qo'yiladigan suv xaltasi iliq bo'lishi kerak. Ammo suv juda issiq bo'lsa, jigardagi iflos narsalarni qamab, tashqariga chiqishlariga to'sqinlik qiladi. Yana shunga e'tibor berish kerakki, agar aralashma ichilganidan so'ng soat 12:00 gacha katta hojat kelmasa, soat 2:00 gacha kutiladi. Bu ham natija bermasa klizma qilinadi. Agar 2:00 da katta hojat kelmagan va klizma ham qilinmagan bo'lsa, jigardan ichakka tushgan qoldiqlar organizmni zaharlashi mumkin. Tozalashdan keyin ertalab soat 7:00 da klizmadan so'ngra 2-3 qoshiq yog'siz, tuzsiz guruch bo'tqasi yeyiladi. Bu bo'tqa tozalangan jigarni yopadi. Tozalangandan keyin 3 kun davomida jigarni muhofaza qilish maqsadida yengil taomlar va meva yeyish, meva suvi ichilishi kerak. Tuxum, qora choy, qahva, shakar, tuz, konserva, tayyor taom va ichimliklar yeyilmasligi kerak. Jigar tozalanganidan so'ng og'riq, sanchiq, ko'ngil aynishi kabi muammolar bo'lsa, bu toshlar tushayotganining alomatidir. Bu paytda sarimsoq bilan zaytun yog'i va limon suvi aralashmasi ichiladi. Meva, qatiq, sabzi yoki qizil lavlagi suvlarni ichish kerak. Ich ketsa xavotirlanmaslik kerak. 2 kun davomida ham to'xtamasa ich ketishi davolanishi boshlanadi. Jigar tozalanishidan keyin qonda xolesterin normal holatga keladi. Keyin yangidan ko'tarilishi mumkin. Bu ko'tarilishning sababi quyidagicha. Tozalanishdan keyin jigar quvvatlanadi. Quvvatga kirgan jigar hazm bo'lmagan va teri ostida, muskullar orasida to'plangan va yillar davomida saqlangan yog' qoldiqlarini, xususan margarin va trans gen yog'larni qon yordamida husnbuzar va yaralar bilan tashqariga chiqarishga harakat qiladi. Bu paytda xolesterinning ko'tarilishi xavfli emas. Tana xolesterinni boshqarib turadi. Bu holatda yog' sifatida faqat zaytun yog'i ishlatish, sarimsoq yutish va yeyish, yashil sabzavot yeyish, limon, greypfrut, olma suvi va rozmarin yoki jambul choyi ichish kerak. Emizikli ayollar tozalanishining 3-kuni, ya'ni zaytun yog'i aralashmasi ichilgan kun, soat 23:00 dan ertasi ertalab 11:00 gacha bolasini emizmasliklari, sutni sog'ib tashlashlari kerak. Bolaning och qolishi foydali. Faqat bolani och qolishini xohlamaganlar 100 gram iliq suvga 1 choy qoshiq tabiiy asal aralashtirib, 4 soat tanaffus bilan 2 marta berishlari kerak. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda. Ko'rishguncha sog' omon bo'ling.